Şərqi Türkistanның paytaxtı Ürümçidəki Xitay saqçılarının sanlıq məlumat ambaridan milyonlagan hüccətlər aşkarlandı. Bu hüccətlər telefon yumşaq detal orqali hüccət, telefon uçurları və telefon xatirəsi qatarlıq uçurlarga erişiş orqali kişilərni iz qoğlab, axbarat toplaydigan Xitay hökumətinin rayondakı musulmon millatlarga təhdid silish siyosatini qandaq yo'lga qo'yilayotganligini oshkorildi. Bir hökumətsiz təşkilat tərəfindən tunji qatim e'lon qilingan Xitay saqçı sanlıq məlumat ambaridan oshkorlangan hüccətlər kişilərning uyiga kamera o'rnatganligi, jazo lagerlarining qurilganligi, ailəsidən ayrılgan balalarning to'qliq kirshatkalar bilan qo'shilgan yeslilarga o'rlashtirilganligi, Uyg'ur mozorlarining sessimliq vayron qilinganligi va majburiy bola tushirish, homildorlikdan saqlanish va tug'u cheklash usullarining Uyg'ur nopusini azaytganligi qatorliqlarni isbotlab berdi. 52 gigabayt ve 250 milyon qurğa yaqin bu sanlıq məlumat hər xil qo'llanışchan programlardan kelgan uçurlardan tərkib topgan. Türkiye İyi Partiyasının reisi Meral Akşener xanım ötken haftada grubu yığınında ata-anasının ve milyonlagan Uyg'urning facialarini anlatish uchun Nursimon Abdurashidni Türkiye parlamentida so'zga taklif qilgan edi. Türkiye'deki Xitayparast Vatan Partiyasının reisi Doğu Perinçek bolsa, Nursimon Gülni terrorchi deb tökme çapıldı. Bu kişilik cemaat fikri qo'zg'agandan keyin advokat İlyas Doğan Efendi özlerining Perinçekka qarshi qonuniy harakat boshlaydiganligini e'lon qildi. Doğu Perinçek bir televizyon programmasida Nursimon Abdurashidning Sharqi Turkiston Islom Partiyasining a'zosi ekanligini, Fathullah terrorlik tashkilotining faoliyatlariga qatnashganligini va uning Uyg'urlarni emas, balki Al-Qoida terrorlik tashkilotiga vakillik qiladiganligini aytgan. O hanımefendi Uygur değil. O hanımefendi Uygurları temsil etmiyor. O hanımefendi PKK'nın ikizi olan El-Kaide içinde kurulmuş olan, DAEŞ içinde olan bir örgütü temsil ediyor. Xitayning tunji davlat ichidagi yadro reaktori bo'lgan Hualong 1 faoliyat boshladi. Xitay davlatlik yadro bosh shirkati e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Fujian o'lkasidagi elektr stansiyasiga o'rnashtirilgan 3-avlod Hualong 1 yadro reaktorining ishga kirishtirilganligi xabar qilindi. Aloqador tarmoqlar Hualong 1ning har bir vaqt gavdasining sig'imining 1,161,000 kilovatga yetadiganligini, o'ttiral taraqqiy qilgan davlatlarda yillik 1 million kishining davlat ichidagi tok ehtiyojini kontrollaydiganligini bayon qildi. Yevropa Tibbiy dori idorasining tasdiqidan keyin Yevropa İttifaqı komiteti AstraZeneca vaksinasini Yevropa İttifaqı doirasida ishlatishga ruxsat berdi. Komitet raisi von der Leyen shirkatga 400 million vaksina yetkazish va'dasini yana bir qatim eskartdi. Yevropa İttifaqı komiteti bu shirkatga 300 million vaksina buyurgan hamda to'xtamga 100 million zakaz taloni qo'shgan. Ammo bu shirkat oldin qatta bayonot e'lon qilib, 3-oyning oxirigacha va'da qilingan summaning faqat 40%ni yetkazolmaydiganligini aytgan. Bu shirkatning Angliya qatorliq Yevropa İttifaqı sirtidagi 3-davlatga davomli mol avatishidan gumonlangan Yevropa İttifaqı, ittifoq ichida ishlab chiqarilgan vaksinaning eksportini nazorat qilish mexanizmi o'rnatishni planladi. Xalqaro jamiyatning noroziligiga qaramasdan Bengal arakanlik musofirlarni Basanchar orlig'iga davomli yo'tkamoqda. Plan doirasida taxminan 1800 odamdan tarkib topgan 4-guruh orolga avatildi. Yüz minglagan Rohingya musulmonlari Bermada hukumatning ziyonkashligidan qochib Bengalga panohlandi. Lekin nachar lager sharoitida yashaydigan arakan musulmonlarining kulfatlari bu yerdami oxirlashmadi. Bengal hukumati 12-oyda arakan musulmonlarni Basanchar orlig'iga o'rnashtirish planini yo'lga qo'ydi.